Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun kanalimizda Mirzakarim Norbekovning Tentakning hayot tajribasi nomli kitobini o'qib eshittirishni boshlaymiz. Marhamat. Tentakning hayot tajribasi yoxud ko'zing ochilishiga kalit. Ko'zoynakdan qutulish. Siz qo'lingizda juda antiqa kitobni ushlab turibsiz. Bu shunchaki ko'rish qobiliyatini qayta tiklashga o'rgatish bo'yicha qo'llanma emas, surunkali kasallar va omadsizlar uchun shunchaki falsafiy risola emas, balki harakat dasturidir. Bu yerda mustaqil ekspertlar xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan 1998-yilgacha ma'lum bo'lgan muqobil sog'lomlashtirish tizimlar orasida eng samarali deb topilgan tizim ta'riflangan. Bu kitobning janrini belgilash qiyin, balki bunday hali bo'lmaganligidandir. Uning muallifi Mirzakarim Norbekov yorqin va kuchli shaxs. U ezgulik yo'lidan borayotgan hayotbaxsh nur, yaxshilik, mehr-muhabbat jangchisi, o'z ketidan o'zligini anglashga chanqoq bo'lganlarni ergashtirib kelmoqda. Bu kitob hech kimni befarq qoldirmasligi aniq. Hech bir odamni kimdadir o'z salbiy tuyg'ular va tajovuzkorlikni uyg'otishi mumkin, kimdir esa uning antiqa tuzilishi zamirida o'zi uchun haqiqiy va yuksak ma'nolarni topishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, siz qo'lingizda satrlar orasida o'qish, qalb ko'zi bilan ko'rish, narsalarning asl mohiyatini bilish qobiliyatini aniqlovchi test kitobini ushlab turibsiz. Chin dildan test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tishingizni tilaymiz. Rus tilidan Shavkat Razzoqov tarjimasi. Qo'lingizdagi kitobning reklamasi. Quyidagi toifa odamlarga bu kitobni o'qish, qolaversa unga amal qilishni umuman tavsiya qilmayman. Hazilni ko'tarish qobiliyatidan mahrum bo'lganlarga, kelajakdan yaxshilik kutish nimaligini bilmaganlarga, arazlashni o'ziga kasb qilib olganlarga, yolg'onchilik fanini, ya'ni etikani mukammal o'rganganlarga, hamma odamlar yaramas ekanligini aniq biladiganlarga, ishdan bo'shatilgan yoki bo'shatilishga nomzod bo'lib turganlarga, qariyotgan yoki qarilik to'g'risida o'ylayotganlarga, ajrashgan yoki ajrashmoqchi bo'lib turganlarga, qarama-qarshi jins vakillariga nisbatan qiziqishni yo'qotganlarga, shuningdek, aqli oshib-toshib ketganidan bosh chirnog'i torlik qilayotgan odamlarga va ayniqsa burnining ustidagi ko'zoynaksiz dunyoni yaxshi ko'ra olmaydiganlarga. Garchi kitobda biz bu muammolarning barchasini hal qilsak ham, lekin bu sizga to'g'ri kelmaydi. Mirzakarim Sanaqulovich Norbekov, psixologiya va pedagogika fanlari doktori, tibbiyot falsafasi doktori, professor, Rossiya va bir qator xorijiy akademiyalarning haqiqiy a'zosi, ko'pchilik ixtirolar va ilmiy kashfiyotlar muallifi, lekin bular to'g'risida keyinroq. Muallif to'g'risida. Mashg'ulotlarda Mirzakarim Sanaqulovich Norbekov bir gapni ko'p takrorlaydi. Men xuddi boshqalarga o'xshagan odamman. Hech kimdan ortiq joyim yo'q va umid qilamanki, kam joyim ham yo'q. Men hayotimda erishgan narsalarga siz ham erisha olasiz. Muhimi buni istash kerak xolos. U esa haqiqatan ham ko'p narsaga erishgan. Bugungi kunda Mirzakarim Sanaqulovich Norbekov, psixologiya va pedagogika fanlari doktori, tibbiyot falsafasi doktori, professor, Rossiya va bir qator xorijiy akademiyalarning haqiqiy a'zosi, ko'plab ixtirolar va ilmiy kashfiyotlar muallifi. Shunisi ham borki, uning o'zi bu unvonlarning barini kuchukchalar medallari deb ataydi. Chunki shon-shuhrat uchun ishlayotgani yo'q. Mirzakarim Sanaqulovich haqiqiy tadqiqotchi, olim. Uni qiziqtiradigan sohalar doirasi juda keng. Bir odam shuncha ko'p yo'nalishda faoliyat olib borishni ko'pchilikni hayron qoldiradi. Musavvir, bastakor, yozuvchi, kinorejissor, artist, sportchi, karatening 2 yo'nalishi bo'yicha 3 va 9 dan qora belbog'lariga ega bo'lgan sport murabbiysi. Lekin eng muhimi kitob muallifi, dunyodagi eng qadimiy bo'lgan sofiylik tabobati va amaliyotining mutaxassisi. Sofiylik Sharqning mumtoz falsafiy an'analariga taalluqli donolik ta'limotidir. Bu dunyoga algebra yozuv ilmini bergan 3 asosiy din undan boshlangan.
Sufiylar iymon, e'tiqodi mustahkam odamlar, lekin ularning o'z muqaddas shaharlari, masjid, jamoat tuzilmalari, belgi va nishonalari yo'q. Allohning koshonasi inson qalbida joylashgan. Ular hech bir dinni rad etmaydi, biroq Xudo to'g'risida mulohaza yurgizish ularda munofiqlik, riyokorlik hisoblanadi. Har qanday odam ezgulik to'g'risida gapirishi mumkin. Bu odamlar gapirishdan ko'ra harakatni afzal ko'rishadi. Amallari, ishlari va o'z hayoti bilan ular mehr va muhabbat urug'ini sepishadi va o'z atrofidagi jamiki narsalardagi ilohiy nurni asrab-avaylaydilar. Sufiylar nur jangchilaridir. Ular ezgulik, mehr-muhabbat, uyg'unlik, go'zallik va donolik xazinabonlaridir. Tashqaridan qaraganda ular kundalik turmush tashvishlari bilan yashayotgan boshqa oddiy odamlardan deyarli farq qilishmaydi. Mehnat qilishadi, bola tarbiyalashadi, yaqinlariga g'amxo'rlik qilishadi. Ularning asosiy qoidasi dil ba yoru dast ba kor, ya'ni qalbing Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin. Mirzakarim Samaqulovichni sufiy yoki jahongashta darvesh deb atash mumkin. U inson manfaatiga xizmat qilish yo'lini tanlagan. Asrlar davomida saralangan donolik ilmi ustozdan shogirdga o'tishini ta'minlash, bilimga tashna bo'lganlar ulardan bahramand bo'lishiga xizmat qilish yo'lini tanlagan. Faoliyatining har bir sohasida Mirzakarim Samaqulovichning o'z shogirdlari bor. Ular u boshlagan ishni davom ettirmoqdalar. Bu esa bir joyda turib qolmaslikka, oldinga intilib yangi cho'qqalarni zabt etishga imkon bermoqda. Bunday inson bilan bir safda bo'lish oson emas. U bilan yonma-yon ishlab oldinga siljish uchun hamisha o'sish, o'zgarish va o'rganish kerak bo'ladi. O'ylaganlarini amalga oshirish masalasida kelganda u talabchan, qat'iyatli va dadil harakat qiladi. U har bir odamga o'zining ilohiy tabiatini namoyon qilishga imkon beradi. Sizga esa, muhtaram kitobxon, bunday imkoniyat kitob orqali beriladi. Eskilar osmonni birdamlik va abadiyat ramzi deb hisoblashgan. Odamlar bir-biridan uzoqda bo'lsa ham shu damda yulduzlarga qaraganlarida ular birga bo'lishar ekan. Mana shu satrlar va varaqlar siz bilan bizni sog'lik va muvaffaqiyat yo'lida birlashtirish ramzi bo'lsin va har safar siz kitobni qo'lingizga olganingizda bilingki, biz birgamiz. Yozuvchiman deb da'vo qilayotgan kimsadan, ya'ni mendan. Hurmatli kitobxon, qo'lingizdagi kitob siz uchun ko'rish qobiliyatingizni qayta tiklash, qalbingizda yashiringan iste'dodlaringizni uyg'otish va o'zingizni shaxs sifatida namoyon qilishga yordamlashish maqsadida yozilgan. Biroq birinchi varaqlardanoq kitob sizni biroz hijolat qilishiga, muallifga nisbatan salbiy tuyg'ular to'fonini ko'tarishiga, qalbingizda norozilik, jahl, tajovuzkorlik tuyg'ularini uyg'otishiga tayyor bo'lib turing. Men esa bularning barchasini o'z gardanimga olishga tayyorman. Buning ustiga, agar aynan shunday bo'lsa, o'z vazifamni bajardim deb hisoblayman. Bilaman, taxminan quyidagicha e'tirozlar ko'p bo'ladi. Kitoblar bunday yozilishi mumkin emas. Og'zaki aytilishi unchalik ayb hisoblanmagan gaplarni nashrda chop etib bo'lmaydi. Bunday haqorat va qo'polliklar beodoblikdan boshqa hech narsa emas va ular muallifga yarashmaydi. Hech bir vaziyat sabab yoki bahonalar bilan odob-axloq chegaralaridan tashqariga chiqib ketilishini oqlab bo'lmaydi. Xuddi shu gaplar muloyimlik bilan bayon qilinsa, madaniyatli qilib tushuntirilsa, hamma shundoq ham tushunadi va hokazo. Bundan 20 yillarcha oldin shifokorlarga, muolajalarga, dori-darmonlarga bog'lanib qolgan paytimda, hayotda o'z o'rnimni topa olmay, kelajagi yo'q odam bo'lib qolganimda, men ham xuddi shunday mulohaza yuritganman. Hatto o'z jonimga qasd qilish fikri ham xayolimdan o'tgan. Ha, shunday odamlar ham bo'lgan. Sun'iy qon tozalash uskunasiga ulangan odamdan nimani ham kutish mumkin? Shundoq ham bir oyog'i bilan go'rdak-ku. Va bu 20 yoshda-ya. Rasmiy tabobat bunday kasallikni davolamaydi. Oxirgi kunlarini yashayotgan kasalni mavjud asbob va vositalar yordamida shunchaki suyab turishadi va kundan kunga so'nib borayotganini kuzatishadi xolos. Bu dahshat emasmi? Hayotni judayam qadrlaganim sababli sizni kasallik va umidsizlik botqog'ida ushlab turgan kishanlardan ozod bo'lishingizga tezda yordam berish o'rniga xushomad va mulozamat qilib o'tirishiga vaqt sarflay olmayman.
Siz yugurib kelasiz, nimalardir qilasiz, doim qayergadir shoshasiz. Lekin loaqal bir daqiqa to'xtab, bularning bari nima uchun kerak, men qayerga boryapman va mendan nima qoladi deb o'ylashni o'zingizga ep ko'rmaysiz. Garchi ahyoni-ahyonda bo'lsa ham bunday bo'lmasligi kerak degan fikr yuragingizni zirqiratib turadi. Biroq vaqt yo'q. Doim qayergadir chopish kerak. Hamma gap qayerga va nima uchun degan savolda. Aslida esa biz bir qadam ham oldinga siljimaymiz. O'zimiz bilmagan holda doira bo'ylab yugurayotganligimizni sezmaymiz. Barcha harakatlarimiz esa bizni har safar boshlagan joyimizga qaytadan olib kelib qo'yadi. Shuning uchun, ya'ni siz bu muammo va omadsizliklar doirasi bo'ylab yugurishlarni bas qilishingiz uchun men jo'rtaga siz ko'nikib qolgan muvozanatingizni buzishga harakat qilaman. Uslubning mohiyati ham shunda. Bu odamning ko'rish qobiliyatini o'z irodasi va his-tuyg'ularini jilovlashi orqali qayta tiklashni jadallashtirish uslubidir. Ko'pchilik odamlarning his-tuyg'ulari xuddi qolipga solingandek, aniqrog'i ularning his-tuyg'ulari bichilgan. Ishga borishadi, ishdan qaytishadi, borishadi, qaytishadi, xuddi bir izda yuradigan mashinadek. Barcha hasratlari esa ichida. Agar tashqariga biron narsa chiqsa ham ko'pincha jahl, tajovuz chiqadi. Mening vazifam sizda chuqur o'rnashib olgan va ichingizdan sizni kemirayotgan bu azobni tashqariga chiqarishdan iborat. Siz qalbingizdagi bu chipqon bilan yashab yuribsiz. Uni esa yorish va yiringini tashqariga chiqarish kerak. Tozalash kerak. Ana sizdagi bunyodkorlik kuchlari, orzu qilish va niyatlarni amalga oshirish qobiliyatlariga yo'llar ochiladi. Hammasidan ham ko'proq siz bu kitobni o'qiganingizdan keyin loqayd bo'lib qolishingizni va ayniqsa hozir taqib yurgan ko'zoynagingizda qolishingizni istamayman. Kitobda ongli ravishda qo'llanilgan tuyg'ular o'yini bu jarrohlik asbobidir. Juda oddiy formula mavjud. Kasallik turi fe'l-atvor bilan taqdirga munosib bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, gemoroy kasalligiga chalingan odamning fe'l-atvori qanday bo'ladi? Bu narsa vaqt va amaliy tajribada sinalgan, shu jumladan shaxsiy tajribada ham. Demak, o'z sog'liging va umuman hayotingni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun fe'l-atvorni o'zgartirish kerak. Bunga esa shunchaki pand-nasihatlar bilan erishib bo'lmaydi. Fe'l-atvor ichkaridan, sizning bevosita ishtirokingiz bilan toblanib chiqadi. Men esa shunchaki katalizator vazifasini bajaryapman xolos. Shuning uchun sizning shaxsingizga qaratilgan mutlaqo kutilmagan va bosma nashrga xos bo'lmagan hujumlarga tayyor bo'lib turing. Sizning vujudingizda juda katta olmos bor. Sizga faqat uni topish, har bir kirrasi bilan jilvalanib turishi uchun unga ishlov berish qoladi xolos. Shunda siz barcha narsalarni boshqacha ko'z bilan ko'rishga, hayotingizda yangi ufqlarni ochishga qodir bo'lasiz. Men esa bu yo'lda sizga xizmat qilishga tayyorman. Hayot unchalik yomon ham, mushkul ham emas. U shunchaki qanday bo'lsa shunday. Chin dildan va samimiy ehtirom bilan Mirzakarim Norbekov. So'z boshi o'rnida yoki boshingizga tosh yog'dirilishiga buyurtma berganmidingiz? Diqqat! Kitobda muhim ma'lumotlar tez o'rgatish uslubida bayon qilingan. Sizda muallifga nisbatan paydo bo'lishi mumkin bo'lgan xafagarchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun iltimos kitobning tez o'rgatish uslubidan tayyorlangan dimlama va uni iste'mol qilish tartibi deb nomlangan bobi bilan tanishib chiqishingizni o'tinib so'rayman. Sizning qo'lingizdagi bu kitob kichkinagina darslik va uning ajoyibligi shundaki, u yalqovlar uchun yozilgan, ya'ni aynan siz uchun. Ko'zning ko'rish qobiliyatini yaxshilash juda oson va oddiy ish. Sizdan ozgina istak, miyangiz burmalarining jindakkina harakati va arzimas mehnat talab qilinadi xolos. Agar bu sizga ko'p bo'lib ko'rinmasa, unda bo'ldi, maqsad amalga oshdi. Muvaffaqiyatga erishish uchun esa bizning hisob-kitoblariga ko'ra 50 gramm miya talab qilinadi. Umid qilamanki, bu noyob narsa sizda bor. Garchi umid qilish bu bor narsa degani emas. Bugungi kunda mutaxassislarga mo'ljallangan taxminan 600 betdan iborat asar tayyorlanmoqda.
Unda hamma narsa saranjom sarishta qilinib, joy-joyiga qo'yib chiqilgan. Hissiyotlar hissiyot tokchasiga, tana fiziologiya tokchasiga, sabablar, oqibatlar va hokazo. Bu sizga kerakmi? Menimcha yo'q. Hozirgi masala esa sizning ko'rish qobiliyatingizni qayta tiklashdan iborat. Darslik hayotda o'zini katta harflar bilan yoziladigan inson sifatida tan oladiganlar uchun o'z harakati va mehnati bilan ko'rish qobiliyatini yaxshilash yoki qayta tiklashga intiladiganlar uchun yozilgan. Shuning uchun bu yerda so'zimizni bayon etishdagi eng muhim chora samimiylik, aniqlik, lo'ndalik, ommaboplik, soddalikdan iborat bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, suhbatimiz ulfatlarga xos tarzda, ayrim joylarida esa sizga murojaat qilganimizda chekka qishloqdan kelgan va kayfi oshib qolgan fuqarolar so'z boyligidan ham foydalaniladi. Alqissa, tayyor bo'lib turing. Tez o'rgatish uslubi 500 varaqda yozilgan matnni 2 og'iz shirin so'z bilan tushuntirishga mo'ljallangan. Qo'rqmang, haddimdan oshmayman. Shuncha yillar davomida yechilmagan muammolarni yelkangizda ko'tarib yurar ekansiz, demak shunchaki haqiqatda kim ekanligingizni aytaman xolos. Kitob yozilayotganida uning hajmi iloji boricha kichkinaroq bo'lishiga harakat qilindi. Haddan tashqari yalqovlarning ko'nglini ovlash uchun esa ko'rish qobiliyatini qayta tiklash mexanizmining bayonini bundan ham ko'proq, deyarli 3 gina so'zdan iborat jumlaga qisqartirishim mumkin. Bu ham ko'plik qiladigan o'ta iste'dodli nodir yalqovlar uchun 3 so'zni biz uchun xorijiy hisoblangan tilda aytiladigan 3 harfdan iborat so'zgacha qisqartiraman va ularni tez yurar poyezdga o'tirib o'sha so'z tomonga qarab doimiy yashash uchun jo'nab ketishlarini iltimos qilaman. Xo'sh, qalay? Haqorat eshitib ko'nglingizdan nimalar o'tdi? Xafa bo'ldingizmi? Battar bo'ling. Nimaga deganda, birinchidan allaqachon o'zingiz, o'z hayotingiz bilan shug'ullanishingiz lozim edi. Ikkinchidan esa sizni xursand qilmoqchiman. Siz tuzoqqa ilindingiz. Bu gap sizga tegib ketdimi? Demak, o'zingizni o'ta nodir yalqov deb hisoblaysiz. O'zining ichida biron ayb bor bo'lsagina kishi tanani o'z sha'niga nisbatan haqorat deb qabul qiladi. Agar men sizga noma'lum tilda haqorat so'zlarini aytsam, siz buni tushunmaysiz. Demak, xafa bo'lish uchun bahona topishga asos yo'q. Bu inkor qilib bo'lmaydigan qonun. Shunday ekan, keyinchalik ham bunday xatoga yo'l qo'ymang. Imperator betob bo'lib qoldi. Mulozimlar vahimaga tushishdi. Mulozimlar xursand bo'lishdi. Kasallik uni to'shakka maqlab qo'ydi. Tabiblar uni davolay boshladilar. Ularning urinishlari samara bermadi. Kundan kunga ahvoli yomonlashdi. Kunlar, oylar, yillar o'tdi. U esa hamon qo'l-oyog'i shol bo'lib yotibdi. U qanchadan qancha davlatlarni bosib oldi, qanchadan qancha xalqlarni tiz cho'ktirdi. Dunyoning yarmini bo'ysundirib, kasallik oldida esa ojiz bo'lib chiqdi. Kunlardan bir kun o'zining ojizligidan g'azabi qaynadi. Meni davolay olmagan tabiblarni hammasining boshini chopib, shahar devorining ustiga terib qo'yinglar. Vaqt o'tdi. Shahar devorlarining tepasi oftobda qurigan bosh chanoqlaridan oqarib ketdi. Bir kuni imperator bosh vazirni chaqirdi. Vazir: tabiblarning qani? Olam-panoh ular endi yo'q, o'zingiz ularni qatl qilishga buyurdingiz-ku. Nahotki birortasi ham qolmadi. Ha, mamlakatda sizning nazaringizga munosib bo'lgan bironta ham tabib qolmadi. Battar bo'lishsin. Yana uzundan uzoq qayg'uli kunlar o'ta boshladi. Kunlarning birida imperator yana so'rab qoldi. Vazir: esingdami, mening nazarimga munosib bo'lgan birorta ham tabib qolmaganligini aytgan eding. Tushuntirib gapir, bu nima deganing? Olam-panoh davlatimizda bittagina tabib qoldi. Shu yaqin orada yashaydi. Davolash qo'lidan keladimi? Ha, men u bilan uchrashdim, lekin u umuman tarbiya ko'rmagan, madaniyatsiz, shunday qo'polki, og'zidan shoda kelib boda chiqadi. Yaqinda esa u imperatorni qanday davolashni bilaman debdi. Unday bo'lsa, nega menga aytmading? Olam-panoh, agar men uni yetaklab kelsam, uning xulq-atvori uchun meni qildirasiz. Bunday qilmaslikka so'z beraman. Olib kel uni. Biroz vaqt o'tgach, vazir tabibni yetaklab keldi.
Aytishlaricha, sen davolashni bilarmishsan. Tabib lom-mim demadi. Nega jim turibsan, javob ber, buyurdi imperator. Olam-panoh, dedi vazir. Men unga gapirishni man qildim. Gapir, ruxsat beraman. Nima? Haqiqatdan ham meni davolashdan uddalay olasanmi? Bu bilan sening ishing bo'lmasin, itdan tarqagan. Sen menda davlatni boshqarish qobiliyati borligiga gumon qilishing mumkin, chunki sen shohsan. Lekin nega sen davlat kishisi bo'la turib tabobatga burningni tiqasan? Tabobatda nimani ham tushunarding? Sen o'z ishingda buyuksan, tabobatda esa yamoqchidan ortiq joying yo'q. Jallod shiddat bilan baqirdi imperator. Boshini tanasidan judo qilinglar. Yo'q, oldin qoziqqa o'tkazing, keyin ustidan qaynab turgan yog' qo'yinglar, keyin esa oybolta bilan mayda-mayda qilib chopib tashlanglar. Butun umri davomida bironta odam sahllariga xos mulozamat va muomala doirasidan chetga chiqqan emas. Qolaversa, imperatorga shunday javob bersa-ya. Soqchilar tabibning qo'llarini qayirib eshik tomon sudrab ketishdi. U esa orqasiga o'girilib shohni mazax qildi. Hoy, men sening oxirgi umidingman. Meni o'ldirishing mumkin, lekin seni davolaydigan boshqa hech kim qolmadi. Men esa seni shu bugunoq oyoqqa turgizishim mumkin. Imperator shu zahoti hovuridan tushdi. Vazir, qaytar uni. Tabibni qaytarib joyiga olib kelib qo'yishdi. Davolashni boshla. Sen meni bugunoq oyoqqa qo'yishingni aytding, lekin oldin sen meni 3 ta shartimni bajarishing kerak. Shundan keyingina men davolashni boshlayman. G'azabidan yorilay deb turgan shoh tishlarini qisib g'o'ldiradi. Gapir. Ustiga bir xalta oltin yuklangan eng tez chopar otni saroy darvozasi oldiga olib kelishlarini buyur. Bu nimaga kerak? Bu seni davolaganim uchun menga sovg'a bo'ladi. Otlarni juda yaxshi ko'raman. Agar meni davolasang, senga har biriga bir xalta oltin yuklangan 40 otni sovg'a qilaman. Bunisi keyinroq qilasan. Mening ikkinchi shartim, seni davolab bo'lgunimcha saroyda bironta ham tirik jon bo'lmasin. Bundan maqsad nima? Seni davolayotganimda biroz og'riq sezishing mumkin. Baqirsang, dodvoylasang, birov eshitib qolishi mumkin. Bu esa shohga yarashmaydi. Mayli, roziman. Yana nima? Uchinchisi, xizmatkorlaringga buyurasan, ulardan birontasi sen chaqirsang ham 1 soatgacha yoningga kelmasin. Tushuntir. Ular menga xalaqit berishlari va oqibatda davolash oxiriga yetkazilmay qolishi mumkin. Imperator tabibning shartlariga ko'ndi va hamma saroydan chiqib ketishini buyurdi. Boshla. Nimani boshlayin? Qari eshak, davolash qo'limdan kelishini senga kim aytdi? Sen mening tuzog'imga ilinding. Mening ixtiyorimda 1 soat vaqtim bor. Sendek yaramas qonxo'rning adabini berish uchun qulay fursatni shuncha kutdim. Mening 3 orzuyim bor. Anchadan buyon qalbimning to'rida saqlab yurgan 3 istagim bor. Birinchisi, sening oliy toifa basharangga tupurish. Va tabib imperatorning yuziga maza qilib tupurdi. Qanday ahvolga tushib qolganligini tushungan hukmdor o'zining noilojligi va cheksiz g'azabidan rangi oqarib ketdi. Bunday ko'z ko'rib quloq eshitmagan surbetlikka qanday bo'lmasin qarshilik ko'rsatish uchun boshini qimirlata boshladi. Hali sen qimirlayapsanmi ham? Chirigan to'nka sassiq it. Tuf senga yana 1 marta. Mening ikkinchi orzuyim, qachondan beri sening hukmdorlik kaftingga siyishni orzu qilganimni bilsang edi. Va o'z orzuyini amalga oshira boshladi. Soqchilar, bo'kirdi imperator. Lekin bo'g'zini to'ldirgan siydikdan qalqib ketdi. U boshini olib qochishga harakat qila boshladi. Stamgarning oyoqlariga tishlari bilan chang solish uchun yelkalari bilan harakat qila boshladi. Soqchilar hukmdorning chaqirganini eshitishdi, lekin uning buyrug'ini buzishga jur'at qilisha olmadi. "Ha, seni o'laksa hayvon", deb tabib uni oyog'i bilan bir tepdi. Imperator tepki yeb og'riq sezdi. U birdan yostig'i tomonida qurol-yaroq qo'yiladigan
peshtaxta turganligini esladi. Hozir u xanjarini olib tabibning oyoqlarini nimtalab tashlaydi. U yagona istak tufayli, ya'ni zolimni jazolash istagida peshtaxta tomon intila boshladi. "Sen hali joyingdan qo'zg'ala olarkansan-da", jirkanib dedi tabib. "Mening 3-chi orzuyim, lekin imperator bu qallobning 3-chi orzusini eshitgach, yaralangan yirtqichdek tishlarini g'ijillatib bo'kirib yubordi. U ming azoblar bilan joyidan qo'zg'aldi, yotog'idan pastga siypalanib tushdi va tirsaklariga suyanib, ilondek sudralib qurol peshtaxtasiga yaqinlasha boshladi. "Chopib tashlayman", baqirardi imperator. "O'z qo'llarim bilan qiymalab tashlayman". Madori qolmagan oyoqlariga turib, devorni yoqalab peshtaxtaga yetib bordi. Qaltiroq qo'llari bilan qilichni qinidan sug'urib oldi va orqasiga o'girilganida saroyda hech kim yo'q edi. U imillab zo'rg'a saroy eshigiga yetib bordi. Bu ablahning tuzog'iga ilinib, unga eng chopqir otni berganligiga shu damda u qanchalik afsuslanar edi. O'zining shunchalik nochor ahvolga tushib qolganligini tushungach, u birinchi duch kelgan otning yoniga zo'rg'a yetib keldi va egarga minib olishga urindi. Lekin afsus, kuchi yo'q, kuchi. U tishlari bilan otning yo'liga yopishib oldi. Madorsiz qo'llari bilan tortilib egarga o'tirdi. Buyuk jangchi ruhi uyg'ondi, buyuk hokon ruhi uyg'ondi, buyuk sarkarda ruhi uyg'ondi. "Qayerda u?" baqirdi imperator yaqin orada turgan xizmatkorlariga, lekin ular bir so'z deyishdan qo'rqib, qochoq chopib ketgan yo'lga ishora qilishdi. Imperator uning ketidan ot qo'ydi. U borgan sayin kuchiga kuch qo'shilayotganligini sezdi. Shahar darvozasidan otilib chiqib, shiddat bilan oldinga chopib borar edi. Birdan xayolidan bir fikr o'tdi. "Ey Xudo, 20 yilki egarga o'tirmadim. 20 yilki ko'z oldimda otning hilpirab turgan yo'lini ko'rmadim. 20 yilki qo'limda shamshir ushlamadim. 20 yilki yuzimni shiddatli shamol silamadi." Birdan orqasidan kelayotgan u allaqachon unutib qo'ygan sadolarni eshitdi. Otlarning dupirdisi va yaqinlashib kelayotgan odamlarning zavqqa to'la hayqiriqlari. Uning 100dan ortiq sarkardalari qilichlarini yalang'ochlab shiddat bilan chopib kelmoqda edilar. Ularning ovozlari uzoq-uzoqlarga eshitilar edi. "Yashasin imperator!" Chavandozlar imperator yoniga yetib kelishganida u yo'lning o'rtasida xoxolab kulishdan nafasini rostlay olmay changga bulg'anib yotar edi. "Oh, yaramas tabib! Oh, zang'ar! Mukofotingni oqlading, iblis! Xo'sh, shamol qayerdan esayotganini tushungandirsiz. Sizning haqiqiy hukmdorlik mohiyatiingizni, sizdagi cheksiz qudratni uyg'otish va ishga solish uchun men sizga tupuraman. Lekin rivoyatdagi yaramas tabibning boshqa qiliqlarini ham qo'llashga urinmoqchi deb meni ayblay olmaysiz. Endi esa ikki qo'limiz bilan osmondan hukmdor tojini olib, shiddat bilan shalpang quloqlarimizga yetgunicha qilib boshimizga kiyib olamiz. Irodangizni ishga solib, qaddingizni rostlaysiz, toki mana shu daqiqadan boshlab siz hayotga hukmdor yaratuvchi nigohi bilan qaraydigan bo'ling. Mendan xafa bo'lmang, axir sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun menga sizni kuldirishdan ko'ra jahlingizni chiqarish osonroq. Mening vazifam sizni muvozanat holatidan chiqarishdan iborat. Oppoq ko'ylakda iflos dog'ni ko'rib qolsangiz, siz avvalambor unga e'tibor berasiz, shunday emasmi? Nima bo'lganda ham o'zingga o'xshagani ko'zingga yaqin bo'ladi-da. Shuning uchun eng osoni sizda xafachilik tuyg'usini uyg'otish. Men sizni azaldan bebaho olmossiz desam, siz buni xushomad qilyapti, kayfiyatimni ko'tarish uchun jo'rttaga shunday deyapti va hokazo deb o'ylaysiz hamda buning rostligiga gumon qilasiz, ishonmaysiz. Sizni itning orqa oyog'i deb ataganimda esa bu gap shu zahoti ta'sir qiladi. Ikkilanib o'tirishga vaqtingiz ham qolmaydi. Shunday qilib biz siz bilan bir daqiqaga bo'lsa ham kerakli ruhiy holatga erishdik. Bu qanaqa holat? Keling, bu narsa tez o'rgatish uslubi bo'yicha mutaxassisning siri bo'lib qola qolsin.